Ko'pchilik Shomurodov Romadan Turkiyaga qaytganda ortga tashlangan qadam deyildi. U Italiyani o'rtamiyona birorta jamoasiga o'tib ijara asosida o'ynab tursa ham bo'lardi. Turkiyaga qaytgani bekor bo'ldi dedi. Boshlanishiga biroz qiynaldi, lekin o'sha FIFA kunlaridan keyinmi, sentyabrdagi adashmasam, o'shundan keyin qo'shib yubordi. Turkiya chempionatida ham hozir deyarli har o'yinda bir gol, assist bo'lib yotibdi-da. Mantiqan top ligadan sal darajasi pastroq ligaga o'tganda futbolchi tabiiy endi shunaqa savol, shunaqa gap so'zlar bo'lishi aniq. Bundoq ortga tashlangan qadam deyilgani, lekin buni mantiq emas, buni teskari tomoni shundaki, top ligada o'ynab o'yin amaliyotiga ega bo'lmasdan ko'p vaqt o'tkazgandan ko'ra, sal darajasi pastroq ligada doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lib, o'zini formasini saqlab turish bu juda katta narsa va shuning uchun Shomurodovni bu jamoaga o'tganini men 100% oqladi deb hisoblayman. Chunki birinchi navbatda futbolchini o'zi uchun ertaga jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan va terma jamoasining asosiy hujumchisi bo'lgan o'yinchi uchun bu kerak narsa. Ya'ni ortga tashlangan qadamimiz juda to'g'ri bilib tashlangan qadam deb hisoblayman va hozir ko'rib turibmiz, formasini yaxshi formada Turkiya chempionatining to'purari bo'lib turish bu shunchaki oddiy bir natija emas, bu oddiy qolib ketadigan statistika emas, u kurashyapti. Ertaga to'purar bo'ladi, bo'lmaydi, bu boshqa masala, lekin mana shu ligada kuchli futbolchilar bilan raqobat qilyapti. Bu birinchi navbatda Shomurodov o'ziga va biz uchun juda yaxshi narsa hozir. Foyda jahon chempionatida bizga kerak Shomurodovning doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lib turishi.